Mavzumunda enliklik şeyimiz, harbiy ishlarni savallik o'tkazdimi? Xi Jinpingning dengiz ustida harbiy ko'rak qilishi tezda oxirlashdi. Mavzuda xabar 4-oyning 16-kun Jungoga nazar orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kompartiya dengiz armiyasi 4-oyning 11-kunidan 13-kunigacha Sanmiyaning janubi dengiz yuzida 3 kun muddatli harbiy manevr o'tkazdi. Lekin 11-kun manevr qilayotgan oraliqda Amerikaning Roosevelt belgilik avtomat zarbadarlar guruhi Jungo Kompartiyasi dengiz armiyasi harbiy manevr qilayotgan rayonga bosib kirdi. Diqqat vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlarining Roosevelt belgilik diploma avtomat zarbadarlar guruhi Jungo Kompartiyasi dengiz armiyasi harbiy manevr qilayotgan rayonga bosib kirdi. Ve bir vaqtda muntazam harbiy mashq qildi. O'xshashli vaqtda harbiy mashq qildi. Jungo Kompartiyasining dengiz armiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz armiyasi qarshilashish shakti hosil qildi. Demak, shu maydonda, mashq maydonida o tarafida Jungo dengiz armiyasi, bu tarafida Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz armiyasi qaraganda o'xshash mashq qilyapti, lekin qarshilashishdak bir shakl paydo qildi. Tashqi dunyo munda qiyos qilishdi. Jungo Kompartiyasining harbiy manevrini belgilagan vaqtdan burun, bir kun burun oxirlashtirishi harbiy ishlar cheklamasiga xiloflik qilganlik. Demak, sen belgilangan muddatda oxirlashtirishing kerak harbiy manevrni. Bir kun oxirlashtirish sababi nima? Bir kun burun oxirlashtirish sababi nima? Kompartiya matbuot 4-oyning 12-kuni munda xabar qildi. Jungo Kompartiyasi dengiz armiyasi aslida 13-kuni oxirlashadigan harbiy manevrni bir kun burun oxirlashtirdi. 13-kuni cho'shdi Jungo Kompartiyasi Markaziy harbiy ishlar komiteti Janubiy dengiz yuzida zo'r ko'lamli harbiy parad o'tkazdi. Bu to'g'rida tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Rais Xi Jinpingni o'z ichiga olgan harbiy ishlar komitetining 2 nafar ma'mur raisi, birlikda harbiy ishlar komitetining 7 nafar a'zosi hammasi degidek urush parxodi ustida edi. Agar o'sha vaqtda Amerika dengiz armiyasi bilan Jungo dengiz armiyasi o'rtasida miltiq surtib o'q chiqib ketdi degandek bir ish yuz berdigan bo'lsa, agar Amerika dengiz armiyasi tuyuqsiz hujum qiladigan ish bo'lsa, Amerika dengiz armiyasi navbatdagi harbiy kuch ustunligi bilan hujum qiladigan bo'lsa, Jungo armiyasining yuqori qatlam rahbarlari kollektivli g'oyib bo'ladi. Jungo Kompartiyasi harbiy tarafga va Xi Jinping doiralariga ajallik zarba harakat hisoblanadi. Garchi Amerika armiyasining hujum qilish ehtimolligi yo'q. Deyarlik bo'lsa-mu, lekin Jungoning butun harbiy taraf rahbarlarining bu dengizga to'planib qolishi harbiy ishlarda cheklangan ish bo'lib hisoblanadi. Jungo Kompartiyasi Davlat mudofaa ministrligi mundaq ko'rsatdi. Markaziy harbiy ishlar komitetining 7 nafar a'zosi hammasi harbiy ko'rakka qatnashdi. Jungo harbiy taraf 48 dona harbiy parxod, 76 dona harbiy aeroplan va 10 ming kishilik harbiy qism qatnashdi harbiy manevrga. Xi Jinping oxirgi qatim Liaoning avtomatkasiga tushib, yana uchib chiqqan harbiy aeroplanni ko'zdan kechirgandan keyin harbiy ko'rak maydonidan ayrildi. Endilikdagi yana bir xabar, hurmatli vatandoshim. Ig'vogarchilikmi yoki Jungo Tayvan bo'g'iz harbiy manevri elib borganligini tuyuqsiz jakarladi. Munozara qo'zg'adi. Mavzuli xabar 4-oyning 15-kuni Jungoga nazar orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Navbatda Jungo taraf Jungo dengiz armiyasining 4-oyning 18-kuni Fransiyaning Chuanchu kechiringlar. 4-oyning 18-kuni Fujianning Chuanchu. Kechiringlar, ko'z aynakda kechiringlar.
Deniz sahasida harbiy manevr elib bordiganligini jakarladı. Jakarlash Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wenning boshqa davlatga ziyoratga chiqadigan vaqtiga to'g'ri keldi. Har xil qiyoslar o'tirg'i chiqdi. Tayvan qonun chiqarish komiteti qarshi qirg'oq davomli mushundoq so'zlarni qo'yib berish shaklida Tayvanda alohsodilik paydo qilyotdi. Dal hozir Tayvanda ziyoratda bo'layotgan Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat mudofaa ministri Pris mundaq ko'rsatdi. Navbatdagi qirg'oqning o'zaro almashtirish, aloqada bo'lish ahvolidan qaraganda Jungoning Tayvanga qurol ishiltish asosi yo'q. Ammo navbatda tuvan muqomda Tayvanga ziyoratga kelgan Jungo bo'lim xazinasi olimi Shi Yinhong Amerika Jungo to'qinishining Tayvanga qanday ta'sir qilganligi to'g'risida to'xtalganda Shi Yinhong mundaq hisobladi. Amerika hukumati yaqinda Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berdi. Tayvan sayli sayohat qonun e'lon qildi. Jungo Amerikaga zarb berish uchun Tayvanga qattiq mush otdi, bir qadar qattiq otdi. Press 96-yil Tayvan bo'g'ozi krizisi yuz berganda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri bo'lgan. Shu chog'da sobiq prezident Clintonga Tayvan bo'g'oziga avtomatka zarbadorlar guruhi avatishni taklif qilgan. Nemez belgilik va mustaqil belgilik avtomatkalar guruhi Tayvan bo'g'ozi krizisiga yordamlashgan. Sobiq davlat mudofaa ministri Press mundaq ko'rsatdi. Tayvan krizisida Amerika Jungoga qattiq javob qaytardi. Chunki u chaqda Jungoning harakatlari manbir bo'lib qolmasdan moyimi Tayvanga qarshi otgan raketa tushgan. Tayvanga bak yaqin Tayvanni harbiy kuch bilan birlikka keltirish g'arizi bor edi. Jungoliklar otgan raketa tushgan yer Tayvanga bak yaqin edi. Jungo Tayvanni harbiy kuch bilan birlik keltirmoqchi edi 96-yil. Amerika Jungo qizil chiziqda o'tib ketdi deb hisobladi. Shuning bilan davlat mudofaa ministri sobiq shu vaqtdagi davlat mudofaa ministri Pris sobiq prezident Clintonga taklif berib, 7-skadron Tayvan bo'g'oziga kirdi. Xitoy quyrug'ini xada qildi.